Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana sizlarni inspektorning rasmiy YouTube kanalida ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Agarda sizda Inspektor Bravo S Pro modeli bo'ladigan bo'lsa-yu, siz uni qanday yangilanishni va ichidagi olib bo'lgan videolarni qanday ko'rish va ko'chirib olishni bilmoqchi bo'lsangiz, bugungi videomiz aynan shu haqda. Demak, kanalimiz rivojlanishi uchun obuna bo'lishni, like bosishni, izohlarda o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Demak, biz boshladik. Hurmatli obunachilar, demak biz boshladik. Inspektor Bravo S Pro ni yangilash uchun ko'p narsa talab etilmaydi. Albatta, mobil telefon, istalgan turdagi xohlasangiz Android mahsulotlari yoki Apple mahsulotlari bilan bemalol yangilasangiz bo'ladi va albatta radar to'g'ri gibrid mahsulotning o'zi va qo'shimchasiga mobil SD, ya'ni mobil xotira, fleshka, ya'ni o'zimiz tilda aytadigan bo'lsak, shu narsa kerak. Ya'ni fleshka gibrid mahsulotning ichida turishi kerak. Demak, qiladigan ishimiz birinchi navbatda Inspektor Wi-Fi Master degan dasturga kiramiz. Qarang, bu yoqda bizga modellar ketma-ketligi chiqib keldi. Biza bu yoqda mana yaqinroq olib kelaman. Inspektor Bravo S Pro ni tanlaymiz. Kutamiz. Bunda qilamiz va buni ham qarang, yangilanishdan ko'chirib olishdi. Skachat обновление deyapti. Dani bosamiz. Bu nimani anglatadi? Hozir biz inspektorning bazasidan yangi bo'lgan yangilanishlarni mobil telefonimizga o'tkazib olyapmiz, ya'ni ko'chirib olyapmiz. Aynan shu narsani keyin ushbu radar detektori, to'g'ri, yana adashib ketdim, gibrid mahsulotni miyasiga o'tkazamiz. Hozir ko'chirib olyapti va ozginagina kutamiz. Demak, ko'chirib oldi. Endi bizning qiladigan ishimiz, qarang, mahsulotni mana bu yoqda tugmachasi turibdi, Wi-Fi belgisi bilan. Shuni bosib turadigan bo'lsak, Wi-Fi ga ulanishga tayyorlanyapmiz dedi. Mana SSID bu Wi-Fi da nomi, PV bu password, ya'ni parol. Mana Bravo S Pro ga kiramiz. Parol kiritamiz. Mana qarang, parolani turibdi 759 78 495. Connectni bosamiz. Bu bir martagina bo'ladi. Bir marta miyasiga ulab qo'shib olamiz. Undan so'ng shart bo'lmaydi. Xo'p, endi dasturga kiramiz. Dasturni tushuntirib beraman. Aynan shu joydan biz dasturdan mana prosmotrga kiradigan bo'lsak, mana o'zi chiqib keldi. Nimaligi? Barcha fayllar nimaligi, hammasi chiqib keldi. Mana prosmotrga bosadigan bo'lsak, mana chiqib keladi, mana ko'rinadigan videoni anaqalari, nima desam ekan, ko'chirib olingan, videoga olingan videolar aynan shu joydan chiqib keladi. Bitta bosadigan bo'lsak, mana ko'rinish bu yoqdan ko'chirib saqlanib ham qilsak bo'ladi. Ko'chirib olyapti. Mana ko'ryapsiz-a? Kunduz kuni, kechqurun ham juda ham yaxshi yozadi. Iloji boricha hozir buni videosini ham qo'shib qo'yaman. 3 minut yozar ekan. Misol uchun shuni mana skachat deb bosamiz. Oho, 406 megabayt ekan. Qarang, qanchalik tez skachat qilyapti, ko'ryapsiz-a? Sekundiga 2-3 megabaytdan skachat qilyapti. Juda ham tez. Sal kichikroq faylni skachat qilsam bo'lar ekan, hammayini. Ko'rganingizdek, iloji bo'lsa menga kattaroq bo'lgan fleshkani o'rnatishni tavsiya qilaman. Ko'rdingizmi, 416 megabaytni darrov skachat qilib tashladi. Eksport qilamiz undan so'ng. Eksport qiladigan bo'lsak, bu galereyaga tushadi. Ya'ni ko'chirib olganimizdan so'ng eksport qiladigan bo'lsak, bu galereyaga tushadi. Demak, bu haqida tushuntirib berdim. Hozir mana объяснить turibdi-yu, bu odatiy bo'lgan videolar saqlanadigan joyi. Mana событие esa, okey bosamiz. Событие esa bu o'chmaydigan bo'lib, xavfli vaziyatda bo'lib, saqlangan videolar aynan shu joyda paydo bo'ladi. Buni ham xuddi o'shanday qilib ko'chirib olamiz. Endi bizda asosiy mavzu, ya'ni ushbu mahsulotni yangilashga o'tamiz. O'zbekistonga o'tkazamiz dasturiy ta'minotni. Ko'rganingizdek, dasturiy ta'minot O'zbekistonga o'tkazdik. Region Rossiya bo'lib qolgan ekan. Shundan so'ng mana, xo'p, azizlar, keling, endi qolgan joyini tushuntirib beraman. Boya biz ko'chirib olgan yangilanishlar tepada turibdi. Mobil telefon rasmi turibdi-yu. O'sha yangi ko'chirib olganimiz. FWR'da bu
sistem fayllari, ya'ni radarlarni aniqlashiga javob beradigan fayllar desa ham bo'laveradi. Bu 103 RDST 12. DB esa bu baza, ya'ni tipadagi statsionar radarlar bo'ladi-yu, yangi qo'yilgan, olib tashlangan, nuqtasi o'zgartirilgan, aynan shu orqali yangilanadi. Mana hozir menda lekin hamma narsa yangi bo'lgani uchun sizga hozir nimani yangilashni ko'rsatib beraman, lekin hammasini yangilashni ham ko'rsatib o'taman. Bunda boshqa modellarga nisbatan hamma faylni birdaniga yangilasangiz bo'ladi. Qo'shimchasiga DB faylini siz tez-tez yangilab turadigan ishingiz, aynan DB faylini yangilab turishingiz kerak. Ya'ni ptichkalarni o'chiradigan bo'lsangiz, DB fayllarni o'zi qoladi. Agarda sizda har uchala fayl ham eski bo'ladigan bo'lsa, uchala faylni tanlab olib, obnovleniya tugmachasini bosamiz. Kutib turamiz, qarang, zagruzka ketyapti, hozir o'ylab olyapti. Joy qidirmoqda va boshlandi. Ko'chirishni boshladi. Va ko'chirish davomida bir narsani unutmangki, radar detektorini yoki to'g'riroq gibrid mahsulotni quvvatdan uzib qo'ymang. Agar quvvatdan uzib qo'yadigan bo'lsangiz, mahsulot kuyib qolishi mumkin. Mana mahsulot, mana 3 ta faylni ham ko'chirib bo'ldi. Endi avtomatik tarzda gibrid mahsulot o'zi перезагрузка beradi. Qarang, mana birin-ketin yangilanishlar boshlanyapti. Mana yuklanmoqda deb chiqdi. Kutamiz. Yana bir bor eslatib o'taman. Siz eng ko'p yangilab turadigan narsangiz har 5 kun, 7 kun, 10 kunda yangilab turishingiz kerak. DB degan faylni o'zini yangilab tursangiz, tepada o'rnatilayotgan statsionar, chorrahada o'rnatilayotgan statsionar radarlarni yangi qo'yilgan bo'lsa, bazaga qo'shilib borilaveradi. Ayniqsa uzoq safarlarga chiqadigan bo'lsangiz, shu narsani qilishni aslo unutmang. Qarang, muvaffaqiyatli bo'lib chiqdi va qolganlarini ham kutamiz. Qolganlari ham bir qancha vaqtni oladi. Sizlarning qimmatli vaqtingizni ketkazmaslik uchun iloji boricha videoni tezlashtiraman. O'ylaymanki, bizga endi bu yoqqa telefon kerak emas. Sababi telefon bilan bo'ladigan ishlar barchasi tugadi. Xo'p, azizlar, ko'rib turganingizdek, yangilanish o'z nihoyasiga yetdi. Endi bizga qilinadigan narsa, agarda siz 3 ta faylni ham yangilagan bo'lsangiz, ya'ni asosiysi FW bilan R ni yangilagan bo'lsangiz, siz qilishingiz kerak bo'lgan, majbur bo'ladigan narsa bor. Ya'ni mana tugmacha, mana Wi-Fi tugmachasi bu nastroyga kirish. Shundan bir marta, yana bir marta bosamiz. Qani, endi sozlamalarga kirdim. Bunga ham alohida to'xtalib o'taman. Keyingi videoda bo'ladi. Umumiy sozlamalar nimalarga javob berish haqida to'xtalib o'tamiz. Yana bosamiz va yana bosganimizdan so'ng mana mikrodastur versiyasi bitta kirib ko'ramiz. Yangilandimi yo'qmi? Qarang, 103 T RDST 12 bo'ldi. DBS 26-yil 2-oy 24-sana. OKni bosamiz va tepaga chiqamiz. Mana bu yoqqa qarang, birlamchi sozlamalarni tiklash bu. Mana tugmacha OK tugmachasi, mana ko'rganingizdek, Enterni belgisi turibdi. Shuni bitta bosamiz va Hni bosamiz. Bu narsa radar detektorini proshivkani yaxshi tushishiga va albatta sozlamalarni o'z holiga qaytarishga yordam beradi. Va biz qarayman, ovoz ko'tarish tugmachasi turibdi. Shuni bosib turadigan bo'lsak, yarkis kamayadi. Yarkisni bunga ham alohida to'xtalib o'taman keyingi videoda albatta. Va biz qarang, bizga qo'shilish kerak bo'lgan narsa mavjud. Ya'ni yana bosamiz, MB mobil baza bo'limiga kirib, pastga tushamiz. Pastga tushganimizdan so'ng masofani ogohlantirish bu. Shuni qo'shib qo'yadigan bo'lsak, bizda ideal sozlamalar bo'ladi. Bu nima qo'shimchasi? Mana masofani ogohlantirish bu statsionar radarlar bo'ladi-yu, tepaga turadigan. 600 metr qoldi, 400 metr qoldi deb ogohlantiradi o'shani. Shuni qo'shib qo'yishimiz kerak yoki o'zingizga qarab o'chirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Albatta kanalga obuna bo'lishni, izohlarda o'z fikringizni qoldirishni, like bosishni unutmang. Albatta yana bitta video mavjud. U kanalimizga kirib, sozlamalar nima vazifani bajarishini o'sha yerdan ko'rib olsangiz bo'ladi. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha xayr, sog', omon bo'ling.